Yaxshimi do'stlar, oldin qitimliq Sanubar adamning vlogini ko'rganlar fuqidi. Shu chaq dedim-ku, bu yil Sanubar adamning qorosiga yana bir yangilik qitilibdi deb. Mana bugun shu vlogning keynini keldik. Oldin qitimdan xilil o'zgarib, texim payzo ketibdi qaranglar. Oxirgacha ko'rsanglar, yangilikni kim keldi bu yerga aldirmay deb berman. Bu Qur'onning illiqligidan bir kirgan odamning oldirib chiqatkisgan ekan. Shu mehmonlar üzülmaygan emasmi? Chunki Sanubar adam kelganligi mehmonlarni shunchalik qizg'in yaxshi kutib oldi ekan. Mush biz kelgan kuni Shamsiya adam, Ro'zaxon akamiz, Bilal, Jalol akalarmi mehmon bo'lib ketdi-ekan. O'ylining chifasini tiximda ko'taribdi. Mushu xushchaqchaq, aktiv energiyalik odamlar qayerga borsa shu an jonlantirib ekan. Mana hozir ko'rsizlar. Qutungni yeyishga ulgurmaysan. Qutungni yesaga boshqalar yepilday. Sizin o'ylar. Endi deymi bu xo'radagi yangilikni mana mau 4 kelishgan yigit olib kiribdi. Issiqdan sovuqcha xil ichimlik ham kaplan chiqardi-ka. Endi mau kashlik manzarasi bek chiroyliga. Ichimlik ishkash o'ltirib kashlik o'yinlardan hozirlangansizlar. Nima degan fayzi? Mush 6 shorga kelganda cho'qqin bir kap daqa qilib ketishinglarga